Boshla. Ha, zapis kitobdan. Kechaga rasmni tashladim-ku, razворотный patterli o'sha anaqa Ha, W ha, tepada. U asosan anaqada qidiramizda. Support resistance bor. ha. Support resistance trend tugashida xullas. Razворотный paytda bo'ladi. Hozir endi uni qidiramiz endi u yerda. To'xta. Kulliga 4 soatlik olgan. Smart moneyni kim biladi? Men bilaman, o'qiganman. O'sha o'zi, o'sha yani cho'chi bo'ladi-yu. Ha. O'sha narsa-da o'zi. Misol uchun endi u hada bu trend o'zgarishi u narsa shakllanavermaydi-da. Tak. Mana misol uchun Mamatga keldi, bu yerda уже сразу unaqa M shakllanmagan. Bu yerda 3 xil to'qil variant ko'rsatdi-ku, hozir men Telegramda. Bir bosh 2 yilga bo'lgan ekanda, qarang-da. 2 yilga teng. Bir bosh. Head and shoulders mana. Shunda mana shu oxirgi anaqani tortilyapti-da. Mashina yorgan sham, mana sham bo'lsa. Shundan Fibonacci tortilyapti. Uchiga. Paglashini ham bo'pti-da o'zi. Bu yerda paglashini ham bo'lgan. Birinchi mashina kirlarga, ikkinchi kirish retest qilsa menga qaytib kelsa, uchinchi kirish 0618, to'rtinchi kirish 05 zona. Keyin mana bu yerda hozir imbalans bor. Imbalans mana bu yerda shakllangan. Mana bu yerga order bo'ladi. Bundan tushib, qaytib kelib, imbalansga kelsa, bitta girlardan oxiri order blok. 5 ta tochka bor ekan. Imbalansda hozir qani dedi, mana shu birinchi sham bilan uchinchi shamning o'rtasidagi bo'shliqda imbalans dedimi? Shunaqa deyapti, mana bilan bunda bo'ladi. Imbalans hali o'tmadi o'zi hali. O'zi shunaqa bo'ladi. Boya shogird shunaqa chizib, mana shunaqa o'zi hamma bir xil anaqa qiladi. Mana shu imbalans qayerga kelganda iminni desa, mana shu boshidan o'g'rasiladi deyapti. Order blok mana. Imbalans bularda order blok bilan imbalans ketma-ket shakllanadi deyapti. Mana shu o'sha narsa hozir order blok. Buni hozir mana 0618 05 zona asosiy silada bo'lyapti-ku deyapti-da. Ertaga imbalans ko'zingizga faqat shu narsani qidirib olsanglar deyapti. Ertaga imbalans mana order blok anaqani dars o'tgandan keyin bu 0618 05 zonalarga ham qaramaysizlar deydi. Menga qaraysizlar aytasiz. Demak, yana boshqa kulchoy joylar bor ekanda. Endi hamma dars bir-biriga bog'liq deyapti-ku. Bugun endi razgonni so'radi-da, razgon qanaqa, o'zi nima? Sam mana oddiy stechnoy analiz bor edi-ku, mana uni o'chirtirib hozir. Paglasheniali, ha. Misol uchun men paglasheni qildi. Amna tega tortardi, to'g'rimi? Mashinada razgonda bir xillari qaytib kelyapti-ku mana bu zonalarga. 0618 05 zona bir xillari mana bu pastroq. Mana shunaqa paytda bosib kiriladi deydi. Razgonda asosan mana shu 0618 bilan 05 zonaga kirganda bosiladi deydi, bo'lmaydi. Birinchi razgon qo'yganda deydi,
katta lot bilan ochib tashlamaydi deydi. Depozitlik kursi 70 razgonda 70% anaqa nima edi? Full marja emas, 70% marja derkanda. 70% anchada 30% что mamni balansi ushlab turishga qosin deyapti mana yoqqa tushguncha. Hammasiga kirsa mamga ozgina yuraversa misol uchun kirib ketadi-yu. Keyin deydi razgonda misol uchun 001 bilan ochdi mamtidanda 001 bilan ochdi. Tepaga yurdi, ozgina foydaga kirdi. Foydaga kirgandan keyin tepada katta ochish kerak emas. Razgonni deydi har doim misol uchun men pastroqda o'sha birinchi ochilgani katta bo'lishi kerak edi. Iloji boricha men pastroqlardan ushlash kerak edi. Uchidan. Misol uchun 001 bilan ochilsa, keyingilarni 005, misol uchun 001 bilan ochib turib, men tepaga chiqqanda qo'shiriladi yana. Tepadilarni katta ochish kerak emas deyapti. Katta ochsa, men bitta pastga yursa yana nabodo men yo'ldan qilgan foydalaringiz ham yo'q bo'ladi deydi. Ularni endi o'tadi hali tema aniq qilganda kelganda o'tamiz deyapti. Hop, razgon razorotni o'sha rasmlarni tashaldi-ku, ham anaqada 4 xil tashaldi. Hozir hozir mana bu kirish anolarni aytib ketdingizki 5 ta. O'shani qaytadan aytib o'ring. Birinchisi nima? Nimaga asoslantirish? Birinchisi qarang, men misol uchun Head and Shoulders bor-da, mana bu bo'lish kerak, qachon zonada bo'lish kerak. Birinchi o'sha qidiriladigan joy. Поддержка сопротивление bor-ku. Mana bu hozir поддержка turib keldi aylanib. To'g'rimi? Trend tushyapti, trend buzilyapti bizlarda. Tushuvchi trend o'zgaryapti. Mana maksimumi tortiladi. Поддержкасы. Yorgan sham bor-ku, yorgan sham. Mana yorgan shamda yopilishi bilan birinchi tanasi bilan yopilgan shamdan kiriladi. Ya'ni taglasheniyada kirardi-ku. Xuddi shunaqa. Bitta kirilar ekan. Bundan qaytib tushsa mabodo menga kelsa ikkinchi bitta kirish, retest qilsa menga. Boyagi kelgan zonaga. Mana bu zona. Yorishga boshlagan zonaga. Qaytsa ikkinchi zona kirish, uchinchisi manba. Bu yerda hozir Fibonacci o'zi mana bunday o'ydi. Bunda tortiladi. 0618 405 imbalans order blok. Hali imbalans order bloklar o'tmadi. Mana bu birda Fibonacci birda yorib o'tganiga qo'yasizmi endi? Fibonacci mana bu yorgan bana tanasiga qo'yiladi sham. Bedoz endi double bottom shakllangan ekan-da shu yerda. Bu yerda Head and Shoulders bor ekan o'zida. Yelka, bosh, yelka. Mana liniyaga olaylik qanaqa bo'ladi. Mana yelka, голова плечо bor-ku. Men bu tashlagan nimalarda double bottom deb qo'yganda o'sha shaklda. Teskarimi? Uni o'zi hozir ko'ring, o'zim uni qaraganim yo'q, o'zi topolmagandan keyin o'zim mana ham aniq qilaman. Cho'chib, xullas, smena trend unaqa double bottom anaqa yasash ham shart emas o'zi. Cho'ch qiladi-ku, oddiy smart money bo'yicha slom struktura bo'lgan narsa bo'ldi o'shada. Prosta zonani bunda anaqa tushunganim, zonani aniq belgilash kerak-da. Anaqasi bor-ku, qayerdan buriladigan joy. Mana ham double bottom. Bu ham oddiy double bottom. Ma'nosida hozir ko'rmayapti sizlarda. Yo'q. Men Telegramda birinchi tashaldi-ku, 5 ta anaqa, 6 xil. Qarang, birinchisi oddiy double bottom. Ikkinchisi ham tashqi retest. Shu narsa bir xil. Order bo'lgan Fibonacci'ni o'rnidan kirish, tushundim. Birinchisida mana qarang, o'sha rasmni ocha olasizlarmi Telegramdan?
Ha, ha. Hozir. Mana bunda belgilab qo'ygan-ku, birinchisida qizil dumaloq qilib. 6 talikmi? Bir qator. Ha, o'sha 6 ta. Oddiy W. Mana birinchisida retest qilmasdan impuls bilan ketib qolishi mumkin deyapti-da. Birinchisida. To'g'ri. O'sha impuls bilan yordimi, birinchi sham, o'sha yorgan sham, birinchisi yorgan shamni tanasida. Mana bu o'rtadagi W ni o'rtadagi mana bu maksimum turibdi, o'sha yerdan zona tortilgan. O'sha zonani misol uchun shpilkasi bo'lishi mumkin, tepasida misol uchun o'sha shpilkani yopish kerak ekan, обязательно engulfing qiladi-ku. O'shanda birinchi kiradigan joy o'sha shamni yopilishi. Chunki retest qilmasdan ham ketaverishi mumkin deyapti. Oddiy W'ni o'sha ketdimiz. Ha, mana oddiy W ni tepasidan bunday liniya tortib qo'ygan yashilda. Ha. O'sha сопротивление-da, o'shani yorib o'tdimi, impuls bilan unga retest qilmasdan ketishi mumkin. Ikkinchisi retest qiladi. Bu просто W ni shakllanishini ko'rsatyapti, bu yerda qanaqa bo'lishi. Mana bu turlari qanaqa bo'lishi. Uchinchisi mana bu liquid, misol uchun bitta rovna W emasdi, ikkinchi shox pastga tushib, mana buni liquidni pastga to'plarni yig'ib olgan bo'lishi mumkin. Liquid anaqa qiladi-yu, manipulyatsiya. Mana bu uchinchisi order blok deyapti. Bu nimaga ikkinchi anaqasi kalta, to'rtinchisida? Chunki mana pastda order blok yoki imbalans bo'lishi mumkin. O'shandan kelib mana bunaqa shakllanadi deyapti. To'rtinchisi OBW deb yozib qo'ygan-ku. Ha. Mana beshinchisi Fibonacci bo'yicha 0618 ga kelib ketadi deyapti. Bu haligi 5-chi kiradigan. Mana bu ichki retest. Buni tushunmadim men. Xullas qaytib chiqib retest. Boshqa yilga o'xshab shakllangan ekanda, ichki retest bo'lib, boshqa yilkada shunday bo'ladi-ku hozir. O'sha liniyadan bitta qaytib keyin ketgan-ku. O'tda yilkada. Sal qarasangiz. Lekin trendlarni zo'rtisi lekin o'sha anaqalar topilyapti. Mashina hozir bitta anaqa qilsa bo'lar ekan o'zi. Ko'proq qaysi time frame'da olinglar dedi. Doniyor aka kichik time frame'larda ham kulliga ishlamoqchiman endi. Mana uni farqi yo'q deyapti. Endi misol uchun sizlar o'tira olmaysizlar, katta time frame'da deyapti. O'sha o'zi ko'proq bular yarim soatlik ishlar ekan. Men so'ramda razgonni qaysimda qilasan desam, misol uchun asosan bularda razgon-ku tema. Razgonni qaysi time frame'da 1 soatlikda qidirasanmi bu narsani, 4 soatlikmi, 15 minutlikmi desam, endi misol uchun 4 soatlikda, 1 soatlikda kirdinglar-da, uni 2 soat, 3 soat uni qarab tura olmaysizlar. Eng zo'ri optimalni o'sha yarim soatliklarda. Kichkina time frame'da 1 minutliklar ham bo'laveradi, 15 minutliklar ham. Ularda shum ko'proq prosta. Yarim soat, 1 soatliklar normallik. Ishlash nimasi yaxshiroq bo'ladi demoqchi-da. Mana bu yerda ham tushib ketdi, trendga kelganda mana shu yerda W bo'lgan ekan. Ha. W. Mana shunda ham bunda tepasida bular qanaqani boshqacha nimadir deyapti xullas. Hamda Doniyor aka shuni M30 da bajaringda, M30 da. qani endi Aytganim sababi o'sha kun global lokalni bilmaganligim sababli ana qilib qo'ydim, noto'g'ri analiz qildim, keyin tushunib yetdim-da. M30 da o'tda W ni 8 talik W bo'lar ekan ko'rasiz. Juda ko'p narsa bo'lgan. Global lokal tushundingizmi o'zi? Ha, tushunib oldim aka, tushundim. Mana qarang. Globalniy trend, o'suvchi trend ketyapti tepaga. Ha? Mana bu lokalniy tushuvchi trend bo'ladi ichi. Mana bu misol uchun mana bu sel bo'lyapti, misol uchun yarim soatlik olaylik mana bu zonadan. Hozir
qora qilib qo'ying. Ko'ryapti. Ha. Mana yarim soatlik olaylik. to'rt soatlikni o'zi yaxshi ekan. Aytganimizdek shum ko'p, ana trendni burilganmi ekan. Qarang. Burilmasligi mumkin-da, o'zgarmasligi mumkin, to'g'ri, shu 4 soatlik. Yarim soatlikda o'tiribsiz. Tushuvchi trend. Tushib selga ishlayverasiz, to'g'rimi? Sel qatgacha keladi deysiz. 4 soatlik olasiz, kunlik olasiz. Globalniyda o'zi nima bo'lyapti? Globalniyda o'zimi? Globalniy o'suvchi bo'lyapti. Qani Fibonacci tortilovchi. 0,5 zonaga tashlagan ekan. Mana shu 3 ta liniya asosiy edi-da. 0382, 005, 0618. Shu 3 ta liniyadan qaytib ketadi deydi-da, adashmasam. Hali order bloklarni ko'rsangiz, keyin 0708 sonmi, necha shu o'rinda ham ishlayapti. 0786. Mana yordim mana maksimumi. Ko'ryaptim. Mana bu tanasi bilan yopildi. Bundan Fibonacci tortyapmiz. Minimumga, birinchi minimumga. Birinchi minimumga. Mana bunaqa bo'lsa, oldidagi bor-ku minimum o'sha. Ani qayda shoulder sachilsa, uni boshiga tortasizlar deydi. W'da birinchi nimasi ekan. Yelkasiga tortsanglar ham bo'ladi, boshiga tortsanglar ham bo'ladi, u ham bu hamda. Atak boshiga tortsanglar, ani bez risk qiladi. Hop. Mana bu yerda bitta kirdi. Ketdi. Retest qildi, bitta yana bitta kirayotgan ekanmiz. Mana bunda bitta pastga tushib bergan ekan, 0618, 05 yana bitta kirdi. Stop mana bitta. Mana bu garant qanaqasi? 1618. Prognoz. Mana shu gramli joy, mana shu signal qidiradigan joyingiz, men hozir tushunayotgan narsam обязательно trend liniya и mana zona сопротивления поддержкалari bor-ku. O'shalar eng kuchli zonalar ekan-da. Mana bashlarda ham qarang, qayerdan qaytyapti. O'zini undoq qilsa mana shu uchiga kelyapti pastdan. Mana korreksiyasi ham, misol uchun, hadeb ham kelavermayapti. Mana bu yerda ham hozir bizda o'zi mana bu keyingisi ochdi. Mana 0786 ga kelyapti. Bu yerda nima bor desa, hali mana bu orada bitta yetim svecha degan anaqasi bor ekan, mana menga o'xshagan yetim svecha, mana bu ham yetim svecha deydi. Mana shuni ham mana yetim svecha deydi. Bitta. Shunaqa anaqasi bor ekan. Uni ham o'tadi, hali o'tilmagan dars, yetim svecha degan dars, u ham ikkita dars o'tamiz. Xo'p, mana bu yerda nima bo'ldi? Endi bu yerda bo'lgan ekan, unday tepadan olib qarasa. Qayerda? Shu tepasini bitta liniya torsiz, deyarli 3 burchi. Yorganda kiradi. Bu ham patterlar ekan. Mana bu tish bola yo'q ekan. Bu tish hech nima qilib ketaveradi. Trendga kelgandan keyin keldi. Mana hammer hisoblasa, baglashinasi mana bundan kirar ekanmiz. Soyasini yopgan, mana bu ekan tanasi bilan. Ko'rasizlar, baribir trend hal qilyapti-da. Tak.
bitta kirdi, bitta bilan chiqib ketdi. Hozir men bugun ko'rganlarim zo'rana qadar turganlar. Keng dushanba kunga idealniy joyda turibdi men o'ylashimcha bayga. Ko'ringlar sizlar ham. Globalniy tushuvchi trend. Kulliga olinglar, hozircha maydalashib ketdi. To'g'rimi? Aha. Уже trend buzib. Trend yordi. Trend yordi. Hozir lokalniysi ham to'rt soatlik dosu. Mana minimumda maksimumga trend tortsa, aniq tortsa 0,12 kelgan. Ben bu yerda ham 0,10 turibdi o'zi. Mana bu yerda ham zo'r qarshilikda turibdi o'zi. Ha, zonasi bor ekan shada. Ishda ham zo'r joyda turibdi o'zi. Endi misol uchun buni kichikroq time yarim soatga olaylik. Hatta W qo'ydi-da. W butda. Shu ketadiganga o'xshatdi bayga. Shu 3 odam deyman. Sechalar ham anaqa endi, ana 15 minutlikda mana shu joyda anaqa. Keyin yana bitta. Qaytini ko'rdim men. Mana men ham xuddi shunaqa holatda. Bu trend bo'ylab ketyapti-da o'zi. Misol uchun men minimumdan maksimumga tortyapman. Fibonacci'ni 0,12 kelyapti. Bundan tushishi ham mumkin ozgina. Ham zonalarda trendga tegishi ham mumkin. Bular ham kuzatish kerak, mana shu yerda kutib olish kerak. Lekin tushmasligi ham mumkin deb o'ylayman. Mana bu katta qarshilik bor ekan demabdi. Na. Ko'ryaptim. Na. O'sha yerga kelib to'xtagan narx. Uni tushib turinglar. Uj nimani buzib retest qilyaptim deyman-da bu. Nima? O'sha qarshilikni buzib retest qilyaptim. Nech pul ekan? Hozir 10 minutdagi ushtviydi o'zimlar. 2 million deyaptimi? 2 oy. Bitta darsimga. Shu bilan tugib yurgan. O'sha retest qildi-da, buzib. Nimani? Mana shu trend qarshilikni buzib, o'sha retest qilyapti deyman. Impuls bilan buzibdi-ku. Yo'q, hozir yurib kelib asosiy trendga tegmadi hali. Ha, asosiy, o'sha trendgacha yurib trend o'sha bundan oldingi minimum bor-ku, shunda ham imbalans turibdi-da, yopmagan ekan. Mana buni aytyapsiz-da? Ha, o'shanga hozir trend liniyagacha tushib kelsa kerak. Fibonacci minimumdan maksimum. Shunda trend liniyaga to'g'ri kelyapti-da. 0618 mana 0,10 mana 0,12 bo'lganda. Endi bundoq yurib mashti anaqasi. Yo, bitta uzun shpilka qoldirib ketsa kerak. Mana qilish mumkin balkim. Bitta bundoq shu tegib turib imbalans ham chastiga tegadi, qanaqadir vaqtda o'zi imbalans как раз. Shularga kelish mumkin. Mashini kuzatish kerak. Mashini kuzatish kerak. Tak bir soatga ko'rayman, navbat. Narxi berishmayapti, mana bu zonani qarang. Tanasi bilan yopilmayapti. Hammasi shpil shu yerda normalniy sotib olishyapti. Haqiqatan.
Mana buni tepasida, mana shu yerda, mana buni tortsa, mana shuni uraylik kakrasi. Ha. Qarshilik bo'lyapti shu. Eng toshkasi shu. Tushishdan oldin qarangda, shunga ham bitta o'zi shpilka qoldirib, imbalansigacha borib, keyin qaytib ketyapti. Qarangda. Qaysini aytyapsiz? Mana buni? Qayerda aytyapsiz? Mana bu RSI indikatorda ham qarang, minimum mana bu yerdada. Ko'rasizlar? Divergensiya bo'lyapti. Bu tepaga ketyapti, bu narx mana shu yerda turibdi bitta joyda. Joyda turibdi. Otib qolishi mumkin shu yerda, ozgina bitta narx turib. Shunisi ham bor. Darsi bay ekanda. Lekin kirishga bitta minimum asos bo'lolmaydi. Kamida ikkita minimum yoki ikkita maksimum bo'lishi kerak deb eshituvdim-da. Ikkita anaqadami shakllanayotgandami ikkita minimum? Trend o'zgarayotganda. Trend o'zgarayotganda, misol uchun minimumni yangilash kerak deb по-любому. Misol uchun yoki tushuvchi bo'lsa maksimumni yangilash kerak. Mana buni ko'ring mana. Mana bu chizmalarda Doniyor aka trendga qilib qo'yishgan-ku, kirish trendlar tushib kelgan. Qaysi? Mana bu bizga berdi-ku darslik qilib. 3-kasaniya, 4-kasaniyasi bor-ku. Общий trend liniya chizilgan. Down trendda ham, up trendda ham. Keyin oxirgi mana bu trend o'zgarishdagi zonalarni strelka bilan belgilab qo'ygan. Shu nimani anglatadi? O'yladim, shu yoqlarda qidiriladi. Yo'q. Bu ham trend liniyani aniq qilyapti, chizig'ini ko'rsatyapti. O'suvchi trend bo'lsa, pastdagi liniya sinish kerak deyapti-da. O'sha narsani aniq. Tushuvchi bo'lsa, shuni teskasi, nabarot, tepasida. Mapda o'zi mana yozilgani birinchi kirish zona neckline deyapti. Bularni ana W ni tepasiga tortilgan neckline derkan bo'ladi. Poddержка buni chizyapmiz-ku. Tashqi retest holati 05-06-08 imbalans order block. Xullas uni razorudniy modelda uni topish qiyin, juda qiyin. Hadeb unaqa shakllanavermaydi. Misol uchun mana maksimum minimum kelyapti. Maksimum ham yoryapti mana. Mana shu уже slom bo'ldi-da. Mana grafik ko'ryaptimi? Ko'ryapman. Maksimum bo'lsa mana уже slom bo'ldi. Qani o'tdi W. Tushib kelyapti, o'sib tushib kelyapti, bitta tushishda qatga kelyapti hozir mana shu. Mana imbalans maptimda misol uchun yoryapti desangiz. Fibonacci torsoch. 0608 emas. Mana bu order block deydi. Mana shundan qaytyapti bo'lmasa. Uni hadeb razorudniyda topish qiyin. Chunki kecha o'ziga qidirtirdi-da, davay bitta mana simulyator yoqinglar deb ko'ringlar shuni shakllanishini dedi.
men anaqa bunaqa shu to'rtta joyda stoklayib oldida. Uni o'zi ham bunda ishlamasa ishlamaydi-da u. O'zi ham bunda Bunda bu misol uchun unaqa razворотный stop degan narsa yo'q deb biladi. Razворотный joyi qayerdan qilyapti bular? Misol uchun trendlikni asosan qarshilik zona bilan ishlar ekan. Bo'ldi. Men tushunyapman hozir. Trendlikni qarshilik zona. Hozir order blokni ham Muslim o'zi umuman ishlatmas ekanda, uni Abdurahmonning ham o'rtog'i kechagina dars tugagandan keyin ko'chada ancha gaplashib qoldi ko'chada. Biz mentor deydi-ku, dars o'tayotgan, yordam bilan tekshirib. Savdo qalay bo'lyapti dedim-da. Menga shu narsa qiziqdi, bolalar qanaqa ishlayapti o'zi. Mas aka deyapti-da, qanaqa yaxshimi, rezultat bormi? Ani grafiklaring o'syaptimi? Ishlayotganlarning statistikasi bo'ladi-ku. O'sha narsa o'sib boryaptimi? San bo'ladi. Kecha anaqa qildim. Tillada короче long oldim, yeb oldim. Minus keladi. Hatto har doim 100% ishlagan strategiya yo'q deyapti. Order block imbalanslarni deydi, o'zi o'qishida yo'q edi Muslimmi deydi. Men qo'shdim uni deyapti. Uni mana o'sha o'rtog'i qo'shgan. Men smart money bo'yicha ishlayman, men uni qo'shdim deydi. Liquidness va albatta o'sha order block bilan imbalans degan zona bor deydi. Uni ishlaydigan joyi bor, order blockga ishlamaydigan joylari bor. O'shalarni endi o'sha temasida o'tar ekanda. Mana bunday hozir zona deganga kirasiz. Mana o'rtada mana yelka bosh bo'lgan, ishlamay qoladi. Mana bu joylarda ham misol uchun kichkina joyda сопротивление bo'lsa, misol uchun kecha grafikda ochib ko'rsatdi. Misol uchun Mambetlarda keldi, Mambetlarda shunaqa misol uchun W paydo bo'lib qoldi. U ishlamasdan stop urib ketadi. Qachon deydi? Chunki menda asosiy trend bo'lishi mumkin deydi. Trend oldilarda shakllanib qolsa, pastga uraveradi, trenddan qaytib ketadi. Eng zo'r variant hozir menimcha hammada anaqa bor, men simulyator kulli bor-ku. Kulli yo'sa hammaniki ishlaydi menimcha. To'g'rimi? Ishlatib ko'rdinglarmi? Yo'q. Kulli qilib turib bitta qanaqa simulyator bosamiz. Tarixga любой joyga bitta joyga borib, unda bossa bo'ldi, shu yerdan qaytdi. Keyin analiz qilib tekshirish kerak. Kullida olsa o'zi tekin ekan. Kecha men anaqa Visa kartdan olib $1 ekan, skidga bo'lyapti. Vizada bo'lsa $1 naqsi bo'ladi. Bir oyga $1 ekan. Misol uchun bundoq turib tekshirish kerak ko'p. Mana misol uchun trend o'zgaryapti. Qayerda W bor? Qayerdan qidiriladi? Manta qidiriladi. Asosiy trend. Ama 38 keme yani. Ahmet'te misal uchun order block deydi mana. Imbalansi bor. Men border block, mana border block. Imbalansi ham kichkinagina imbalansiyasi bor ekan. Chetga kelib qaytdi. O'sha 5 darsdan keyin boshqa narsalar o'taman dedimi? O'sha razgon, boshqa narsalar qo'shdi. Hozir 5 ta dars. Hozir bugun praktika debdi-da, razgonni dedi. Hozir mamlakatdan so'ylayapman dedi. Razgonni o'zi oxirgi tema ekan-ku o'zi. Ha. Razgonni hozir 5 ta darsdan keyin imtihon ekan,
keyin yana 5 ta dars o'tib yana imtihon ekan o'qishiydi. O'sha hamma strategiyalarni birlashtirilar ekanda. Keyin razg'onni o'tar ekan. Hozir undan ko'ra deyapti, o'sha razg'on qiladigan joyi, qilmaydigan joyini mana shu darslarda o'tib ketaman. Undan ko'ra o'tib ketsam deyapti. Oxirida razg'on temani yana bitta o'tamiz deyapti. Osonroq bo'ladi tushunishinglarga, qiynalmasanglar. Endi yaxshi shunaqa qil dedim. Shunaqa qilaylik dedim. Hozirdan o'tib ketdik. Praktika bo'ladi-da. Shunaqa qilaylik, o'tgan dedim. Hozirdan biz switchni analiz qildik. Switchni trend liniya misol uchun 0618 05 zona trend qaytishini ko'ryapmiz. Qayerda razg'on qiladi dedim. Razg'onni olib ishlaydi, ishlamaydigan joyi aytsam, shu switchni analizda boyagi narsani tushuntiryapti. Keldi, mana bu yoqda switchni analizi mana tortasizlar deyapti. Mana shu 0618 05 12 solinadi. Pul marzami 70%. U ham qayerda trend liniya kelsa qanaqadir. O'zi trend liniyani 3-marta kasaniyasida otyapti-da ko'proq. Uchinchisida tushib. Sochmantni selga ishlasa deylik. Aytpaglashinglar mana bu hisob deylik. Ana bola bo'lganmi bu? Doniyor aka, men o'ylab qoldim-da. Trend o'zgardi, to'g'rimi? Trend o'zgardi-da, W yosadi, boshqa qildi, choch qildi. Chochdan keyingi kirish nuqtasi bor-ku, hamma kiradi. Smart moneychi, ICTchilar ham. O'shandan keyin maksimum borsa-da, keyin yana bitta minimumga tushib, ikkinchi, uchinchi kasaniyasidan bitim ochib kirsa ishonchli emasmi? To trendni buzilishi buziladimi yo buzilmaydimi, stop ketadimi? O'shandan ko'ra. Choch qilganda deyapsizmi? O'zi choch qilgandan keyin smart money bo'yicha hozir bo'ladi engal teng deyapti-ku, choch smart moneyda choch qilganda kirilmaydi, pastda imbalansga yoki order blokka kelganda kiriladi imbalansda, bilasizmi? Ha, to'g'ri. Ashun tekshirib qani. Kattaroq kulliga qo'yib oling, 4 soatda qo'yamiz. Mana uchib turadi. Razg'on bitta Fibonacci tortsiz. Razg'on qilib maksimum yangilagan-ku. 05 zonadan qaytadan. Mana bu zonalarni ko'raylik. Ana bitta qarshilik bor ekan. 1 2 3 4 kelgan-a. Ha. Ashdan tortiydi. Salpa so'rashgan. Hammasi teydi. Mana bu yerda teyapti. Mana bu yerga mana bu teydi, shpilga qildi. Mana bu teydi, mana bu teydi. To'g'rimi? O'sha yerga kelganda hamma paydo bo'lgan ekan. Ha. Switchni. Ha. Mana bitta kirar ekanmiz. Ha, o'sha bu kirishayotgan. Nol beshga borib nima qilgan ekan? Razg'onda mana shu 05 zonalar kutilar ekan, nima bitta kutilar ekan. Ha. Faqat 05 ga borganiga-da. 0618 05 zona. Mana bitta chiqib ketinglar, bo'ldi. 1618. Ushlab qolmaydimi bu yerda, misol uchun 10-15 ta kirgandan keyin bir 3-4 tasini olib qo'ymaydimiz ham, chiqib keturgan yaxshi. Bozordan kirib purlab chiqib ketish ham muhim deydi.
qillar qaytib ketib qolishi mumkin yana dotda qiyin. Xo'p, mana o'chirib turaylik, bitta analiz qilaylik o'zicha. Hop, qarshiga qaytyapti, to'g'rimi? Mana bitta trend o'zgardi tepaga. Hop. Tak, mana biz uni kutib olishimiz kerak biz. O'chiramiz. Mana bitta trend tortamiz. To'g'rimi? Ha. O'zini mana shu ham bitta qarshilik bo'lyapti o'zi mana bitta. Qarshilik bor ekan, ha. Tepasida. Keldi zonaga. Tiydi. O'zi stop. Kiramizmi? Поглощение bo'ldi. Nima bo'ldi? Kirdimi? Switchni analizi ham bo'ldi. Tek. O'sha tek profit urdi, o ana. Hop, tishladi. Endi trend liniya bo'yicha qanaqa edi? Mana maksimumda minimumga tortilardi. Ha, 0.786 zona tek profit garant mana bir o'zi bundan qaytishi ham mumkin. Nimaga? Mana order blok bo'ldi. Atak birdada ko'proq. Ikkinchisi prognoz bilan bitadi, to'g'ri? Ha. Stop uzaydi. Mana bu zonaga oldi yana bak. Ha. Yemadi mana. Yo'q. Mana bu trendga kelyaptimi deyman-da, qotdi. Balkim. Ama şu turayım. Nashtarga yaxshini. Sell. Oxirgi liniya chizganingiz bo'yicha ishladimi aka? Hali yetishmadi. Noqsoch. Noqsoch yana. Teydan. Ha, bu ten pagrashini yo'q deb qozish bola. Ha. Mana bundan kiruvchi qani? Tavni. Pagrashini qilgan ham shu ekan. O'zi ko'proq switchni ishlar ekanda, o'zi menimcha bilasiz-ku. Ha, sezdim, mana. 1.618 ga borib o'zi chiqib ketish kerak ekanda. Yana bitta kirdim. Urdi stop. Yemadi. To'xtatingda hozir shunga. Qaysidan bundan? Minimum yangiladi-ku. Pastdagi minimumda.
Doniyor aka ana yerda tepa maksimum Trend 0.5 Fibonacci 0.5 zonadan seriya ishlash kerak emas edimi? 0.618 ga oldi. Shunday serkash kerak. tepada ham ishlab olish kerak emasmidi? Serga. Mana bundan qaysini? Ana shu. Mana bu yerdami? Bu yerda endi mashq. Mana bundan. Ha. Qaysini? Mana bundan? O'tgan kun darsda Fibonacci tortish o'rgatdingiz-ku. Tushib. Birinchisi xavfli, birinchisi tepaga ketib qolish ehtimoli juda katta. Birinchisi trend shakllanmadi. Bu yerda endi tushib kelib, endi korreksiya qildi. Mana shu tushgani buzdi-ku. Hop, mana korreksiya qildi. Hozir. Mana shuni korreksiya qildi deyli. To'g'rimi? Korreksiya qilgandan keyin bu mana o'z soat qaytyapti. Bu yerdan tortamiz Fibonacci. Oqsa o't ketganda mana anaqa 0.718 dan kelib mana bu yerda anu hammer nima edi? Hanging memida? Shakllangan. Ha? Ana o'zini osgan odam deydi. O'za. O'sha bo'ldi. Ba'zi zonalarni aniq tiniq bilish kerak ekanda. Bu razgonga kiradigan joyi bitta misol uchun trendga kelib anaqa bo'ldimi? Bo'lmasdi. Kamida 3 ta подтверждение bo'lishi kerak ekan. Yo'q. Trend liniya misol uchun Fibonacci bo'yicha, o'sha switchnoy bo'yicha hammasi cho'tki bir-biriga kelish kerak ekan. O'zidan o'zi kirib ketavermas ekanda. Misol uchun bizda ko'pchilik bolalar xato qiladi, bu yerda misol 10 ta shot qoldimi, deb bo'lgan endi tushuntiryapti shu an. 10 ta shot qoldi, bittasida kirdi deydi. Ve uxladi, sleep bo'ldi misol uchun bitta shotda deydi. Biz nima qilamiz deydi? 5 minut tuvaletga kirib chiqamiz-da, yuzlarimiz yuvib, yaxshilab boshqatdan hozir yorib olaman deymiz deydi. Endi javob qidiramiz deydi. Unaqa hozir bitta ishlamadim bo'ldi, dam olish kerak bir kun deydi. Har kuni kirish kerak emas. Keyin men paralar bor-ku, misol uchun euro USD, tilla USD o'shani bir xil paralarga USD paralarga kirish kerak emas deydi. Men aytayapman-da, bitta bola savol berdi, misol uchun razgon depozitga, misol uchun asosiy summasi misol uchun $1000 bo'lsa, o'sha razgonga bitta отдельно shot ochsa-da $100 misol uchun. Tashasa. O'sha shotda o'zida ishlayversa bo'ladimi deyapti, misol uchun $100 bilan kirdi-da, ishlab, keyin yana $100 tashlabsa, endi bir xil momentda 2-3 ta momentlar bo'lib qoladi, baravar kirishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun shotni ko'paytirish kerak. Kamida men o'zimda 5 ta shot bor. 10 ta shot qilmayman-ku, 5 ta shot deydi. Endi momentlar bo'lib qoladi-da, baravar o'sha paytda 2-3 tasiga kiradigan payt bo'lib qoladi. O'shanda bitta shot bo'lsa, kira olmaysiz hammasiga. Keyin dotda USD faqat USD paralarga kirish kerak emas, bittada dot. USD para tillada, misol uchun euro USD, tilla, misol uchun GBP USD signal kelyaptimi? 3 ta shotdan ularga kirish kerak emas. Qarama-qarshi boshqa GBP, GPI, Audi, CAD shunaqa boshqa paralardan qidirish kerak dot. Bittada haqiqiy silif boradi, misol uchun qaysi birdir oqsa, bittada ketadi deydi. Uchalasini ham birga tortib ketadi. Shunday ham. Shotni ko'proq ochib ishlasa ham bo'ladimi bitta brokerning o'zida? Bo'ladi. Kecha nima bo'ldi? Ochdinglarmi anaqa? Bugun meniki verifikatsiyadan o'tdi oxiri. Men ham o'shani o'tkazib oldim. Bu brokerlar bilan shartnoma qilish deydi. Qanday shartnoma qilsa bo'lagan? Qaysi birlar bilan qilsa bo'lagan? Endi katta shotlar bilan qilinadi.
Biz kichkina $50, $100, $1000 kim shartnoma qiladi? Ya, shunday. 1 millionlik shot bormi desam, 22 million shot deydi. Ha. Katta uniki. Chetga chiqib kelib zo'rnaq qilib keladi, Qatarga borib. Pul zo'r qilib keladi. Shu Dubay, Qatar nimalarga savdo qilish uchun zo'r imkoniyat bor deganda, nima o'sha foizlari kam deyapti. Deyapti, qancha katta summa aylantirsangiz ham birov kelib nima qilmaydi, surishtirmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Bizanikilarni deyapti, o'sha $100,000 topish, yechib qo'ysang bankka deydi, hisob raqamini yechib qo'ysang deydi, esimga kelib qo'ling xayr olib ketadi. Ular hozir kechaga gruppasiga tashladi-yu, $30 $600 qildi-ku. Ha, $31 600 nechidir. O'shani anaqada qildi-da. Qaysi broker desam, o'sha SNS da. SNS XNSmi nima? SNSmi? O'shanda manda. XNS. XNSmi? Ha. Mapda nima bor endi? W bormi? Bilinmaydi nima bor. O'tgan kuni o'tgan strategiyasiga qo'shimcha qildimi, qilmadimi? Yo'q, mana shumi hozir. Hozir faqat shu mana shu razворотный patterlar, shu W, M trend o'zgarishida, misol uchun trend o'zgarishida bu misol uchun 15 minutlik, yarim soatlik nima bu? Oxiri yuzliklar bilan tugaydigan hammasi bir xil yuradimi? Ko'p dollar ostida puli tushyapti. Dollar ko'tarilsa, dollar tushsa, ular ko'tarilyapti. Chunki bizni Bitcoinda dollar kuzatardi, Dixie bor-ku. Shunga qarab analiz qilinadi. Qani ko'ring, mana misol uchun Bitcoin kunlik ko'tarilyapti. Bu naborot. Bunga o'ynaqyapti. Bitcoin oxirgi kunda ishqaloqqa qaramadi deb. Sella bilan nima sel ketadi? Bitcoin hozir sevga bo'lgan-ku. Razворот. Nima? Aha, dollar indeksi ekan. Mana chiqarsangiz 06:05 soniya keladimi shu? Keladi. Nord bezoradi ko'rasiz. Silakanlar. Xullas menga yo'qotgani mana bu. Hozirgi qo'yin patern ham bo'lganmi deyman-da aka. Boyagi joyda. Hozir Fibonacci topdingiz-ku. Nima? Liniyaga o'tkazing-da, switchlanganmiz. W bo'lgan ekanda. Mana sal pastroq tushganda bo'lardi shunaqa. Hamdoroganda maksimum low high bo'lardi.
o'yin bo'lmay qolgan ekan. Men bitta mana boyigan liquid yechgan anaqasi bor-ku. W emas, men ikkinchi shox pastroq. Shunaqa bo'lgan ekan, men minimum, men maksimum, men minimumdan pastroq. Unda tortyapti menga. Nickname, nick bir baroq deyapti. Mendan kiriladi deyapti. Yorgan, tanasi bilan yorgan men ekan. Birinchi kirish, ikkinchi kirish retesti 0618 05 FVG manimcha. Order bloki, mana общий bo'ladi manimcha order blok. Xullas bu faktorlarni o'sha W larni o'zi ham topolmadi biz. Endi grafik idealniy biz chizgandagi bo'lmaydi deyapti, to'g'ri. Misol uchun mana bitta W deydi. Shunaqa? Order blokka ham to'g'ri kelgan ekan. Yo'q, order blokka emas ekan. Yo'q. Men bitta bo'lishi mumkin order blok. To'g'ri. Idealni ishlaganda hammasi qilib turadi. Shunaqa. Endi qarshilik zonada bo'lsa, mana shuni o'zgaradi. O'xshash qiladi. To'g'ri? Qarshilik zonada strategiya. Kelyapti. Support. Endi W ni ham shu vahshiysi bo'lib turibdi. O'zi вообще ishlamaydi-da, o'zi ham unda. Boshqalar ham ishlamaydi. O'sha razgon bilan asosiysi, keyin o'sha indeksda o'rgatadigan strategiyasi bor. Indeksga zo'r ishlaydi. Asosiysi ishladi. Indeksda ishlamayapti-ku. Indeks bitta strategiyasi bor, o'quvchilarga o'rgatadigan. O'tarkan? O'tish kerak, shunchasi o'tgan-ku o'rgatib. Erta ham o'qish bo'lgan kun bir so'rab ko'ray, indeksda ham strategiya o'rgatasizmi? Avgustdagi ham, maydagi ham, iyuldagi ham qaysigadir o'rgatuvdi. Indeksdagini ko'rib qo'yganman. Indeks strategiya o'rgatadi. Mana shunda bitta kirsa, bu o'sha mamlaq qilib chiqib qo'ygan-ku, bitta kirlar bo'ldi. Yo'q, bu sham yopilgandan keyin kirlar-ku, o'zi yopilganda bitta kirlar ekan bo'ldi. O'sha qarshilikni buzgandan keyin-da. Mana qarshilik. Qarshilikni unda liniya o'tkazsanglar, mana shu liniyani tepasidan chizasiz-da. Endi-chi, o'zi trading o'zi mana bunaqa narsada, ehtimollar nazariyasida. Chunki yani kechagi shu sherigi bilan gaplashib turganimda yaxshimi Samsungda desam 100% shu kirgan joyda olib ketadimi desam, 100% ishlaydigan strategiya yo'q o'zi deyapti. Necha foiz ishlaydi strategiyalar desam, 70-80% ishlaydi va ko'p holatda. Endi bizda bilasizku, razgonni stop yo'q, kiramiz o'sha kechib o'sha summadan kechib kiramiz. O'sha summamiz bizning stopimiz deydi. O'sha summa bilan kiramiz, o'tda o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi. Boya Muslimga aytaman-da. Misol uchun $1000 pulingni 10 taga bo'lding. Nechtasi ishlaydi sanda desa, oke 9 tasida minus olib, misol uchun $500 $50 misol uchun bo'lsangiz ham deyapti, 9 tasida minus olsangiz ham deyapti, bittasi ishlaganda ham normalniy pul ko'tarib chiqib ketasiz. $1000 chiqib ketadi shu.
$50 bo'laysan deydi. 10 ming Osanda dollar nechta ishlar o'xshasa misol uchun chiqib ketasiz. Ani 9 tangizni pulini qoplab chiqib ketadi deyapti. Ha. Hozir sanda realniy ishlayotgan nechta ishlayapti desam, 5 tadan menda 10 ta emasda 5 ta shotdan 2 ta 3 tasi o'xshaydi. Ha. O'xshamaydi qanday bo'lar ekan? Minskga kirib ketmaydimi? Nima deysiz? O'xshamaganlari Minskga kirib ketmaydimi? Misol uchun Nolgalarda ishlaydimi? nolgacha ushlaydi. O'sha nolgacha ushlaydi, ya'ni misol depozit nolga kelganda sразу bitimda yopiladimi? Shunaqa nolga tushib bir xillari ozgina qolganda nolga tushamaydigan brokerlar ham bor ekanda. Endi kecha qaysidan verifikatsiya qildinglar? Just Forex o'sha. O'sha Just Forex bilan o'sha tiborlar Just Forex bilan shu XNS aniqyapti. Mana bu kechagi shu $31 bilan ochganing qaysi desam shu XNSmi o'shanda menda deyapti. Hozir ular shu XNS ishlayapti. O'sha zero shot bo'lsa kerak-da. Unlimitmi bir boradigan anaqasi bor ekan-ku 8000 anaqa beradi, plicho beradimi? 1 ga 8000 dedim. Shunaqasi bormi? 1 ga 8000? Shunaqa dedi, 1 ga 8000. Uni ham deydi, yangilik paytlarida bermas ekan anaqani, plichoni. Keyin ham kechqurun 12:00 ham bermas ekan, shu pulingizga mos beradi deydi. 1 ga 8000 u qaysida ekan o'sha? XNSdami? Bilmayman, qaysidan shu XNS o'zi Yo, zapusni eshitganda boshqa brokerda. Keyin u uni bugun gap 5 lot bilan ishlab ko'rish kerak. Boshida dedi 5 lot bilan ishlash kerak, uni sharti shunday dedi. Qandaydir natija ko'rsatib 5 lot peliskop chiqqandan keyin 8000 ga o'zgarardi. 8000 bo'lsa u вообще zo'r-da. Nima qilganlar? Sizlar ham qilganlar. Nima? Birga 8000 juda katta narsa-da o'zi. O'shani bilib olish kerak ekanda, qaysi brokerlikni qanaqa shot. Yo, lekin men bu Abdulla aytayapti-da, qarang. Boshida deyapti 5 lot ochishing kerak deyapti balansga nisbatan. Plyusga chiqish kerak. Keyin men bu bozor ko'pincha men tushunganim flet holatida o'shanday bozor yurmagan degan holatda 8000 plicho berib qo'yar ekanda broker. Bozor yurgan paytda bermas ekan. Mana euro out selga ketadimi deyman cho'ti. RSI ham maksimumga kelib o'tdi-da. Maksimum kelibdi. Men 4 soatlikda ham unaqa switch chiqibdi. Nima edi? Morning Starmidi? Doji xullas. Shunday. Dushanba kuni mana buni paklashini qilib yopilsam haftada sekin bosib olish kerak ekan. Fibonacci'ni tortib. Fibonacci tortsa endi taxmin qilamiz qatga ketishini. Ampliga ishlar ekanmiz-da. Endi trendni ham ko'rish kerak. Lekin switchni ishlasa bo'lar ekan lekin. Shunday switchlar rezistensiyaga tegdi-ku. Tushunarli.
Manbayam ko'rdi. Outla seliga kelib qopti. Men bu yerdan anaqasi bor ekan-da, FVGS. Kuzatish kerak xullas. Shunday. Endi darsi dushanba kuni bo'ladi. Ular. Beshta darsni tuzilib, beshta dars o'z aytgan sababi ko'plari bilmasdan keladi-ku, ya'ni o'shalar birinchi ko'zini qotirib olish uchun, ko'rsatish uchun shunday qilib o'tib beradi ko'pincha. Beshta darsdan keyin kirib olgandan keyin o'rgatadi asosiy narsalarini. Bunda ham o'zi hozir men endi zo'r nimadir yengil narsa o'rganaman bordim-da o'zi to'g'risi bu kursga. Hozir faqat klassika o'tyapti-da, bunday qarasa. To'g'rimi? Mana hamma biladi-ku o'zi kursda. Oddiy klassikada trend hammasida faqat Fibonacci. Konkretniy bitta narsa yo'q, zo'r narsa yo'q, unda hech kim bilmaydigan sekretniy narsa yo'q. Shunday. Klassika patternlar u hamma kursda bor, YouTube'da ham to'la yozib bu narsalar o'zi. Bularni bitta anaqasi shu razgonda kichkina summa tiqib olib borish kirish. Uni ham misol uchun menimcha hamma bilsa kerak. O'zi Forex'da men unaqa ko'p yurmayman-ku. O'zi ko'pchilik Forex'da razgon qiladiganlar o'zi shunaqa ishlaydi menimcha. Endi kursini oxirigacha boradigan bo'lar ekan. Boshqa narsalar bo'lish kerak. Bunda hali ko'p. O'sha o'qib chiqqan nimalar ham hammasi o'sha razgon deb boshqa qo'yalar ham. $10 bilan kirib, $50, $60 xilop chiqib ketaman. M1, M3, M5 time frame'larda deydi. O'sha o'quvchilarga ham shu faqat shu asosiy narsa shu razgondan o'rgatganda. Kichkina time frame'larda achichuv yozib, qayerga kirishi bilmaydi. Kichkina time frame'ning zo'r narsasi o'sha tez yuradi-da. Eski kalbresga chiqib ketibdi. Shunday. Kamida yarim soatdan ko'ryapti. O'zi programma o'zgartirmagan bo'lsin, nima bo'lsa ham. O'qish nimasini. Oldingilar boshqa narsa o'tib, men Toshkentga endi birinchi dars-ku bu. Toshkentga boshqa programma tuzmagan bo'lsin deyman-da. Men bitta o'qigan bola bilan gaplashdim-da kecha. Nima o'tgan? Birinchi bizlarga switchnoy o'tdi. To'g'ri, ko'chada ekan, daftarim uyda edi. Switchnoy o'tdi. Ikkinchisiga trendline desam, uchinchisida nima o'tadi desam, order blokmi? Kechagi darsdan oldin so'radim-da. Order blokmi? Esimda yo'q dedi. Xullas, lekin ularda ham birinchi darsda shu switchnoy anaqa ekan. Shu narsalar o'tgan deyapti. Asosiy shu o'zgartirmagan bo'lsa bo'ldi. Atak haqiqatan bitta shu razgonni ushlab olsangiz zo'rda. Yaxshi ishlaydigan ular. Darsdan to'g'ri uchun. Men
grafikka oq qiluvdim. Nimadirlar bor edi, chizib tashlagan. Ana shu yerda qo'yamda, menimcha. Shu maksimum, minimum, maksimum, minimum yengiladi, maksimum yengiladi. Mana bu yerdan kutib olish kerak mana bunda o'zi. Mana eng birinchi minimumdan boshlanadi, kiradigan точка. Tis. Mana bu yerda kirib, mana maksimumga tushishlar mana. Shunday bo'lishi kerak. Bu yana bir tushib nima qilgan ekan? Qaytgan ekan. Ha, o'tiraylik-chi. Ertaga ham men darsda hozir men patterlarda o'tdi-ku W, o'shani yarmini o'tadi. Yana ertangi dars ham shunaqa. Dushanba kungi dars. Men anaqalar Telegramga tashlagan, треугольник, balobatlar o'shalarni o'tadi menimcha. Ikkita dars o'tamiz buni-da. Agar ikkita dars bo'lsa, dushanba 4-dars, 5-darsi order blok bo'lsa kerak-da. Imbalans order blok bor. Undan eg'i уже boshqa temaga o'tib ketsa kerak. To'g'risi. Undan keyin bitta o'sha yetim svechcha deyapti. Yetim svechchasi bor ekan. Yana gapidan yana nima o'tar ekan? Yana 5 darsda boshqa narsa o'tsa kerak balki. O'sha 5 dars buyog'iga o'sha fundamental analizlari, boshqasi o'shalar o'tib ketsa kerak. Bo'lishuncha. Mana bu W bot deydi, kulliydi. W emas, bu uchtali W bot. So'ch men bundan Fibonacci tortib o'qing. Eng birinchi minimum men bot shunda. Shunda уже 0.5 soniya ketdi-da. Bitta kirdi. Tak, retest ikkinchi marta kirilyapti. 3.05. Bular endi bu strategiyalar anaqada razgon emasda, stop bilan ishlanadi. Stop pumpga qo'yib qo'yiladi. Qani mashinani kuzatamiz. Spoiler shuni. Ishga borish kerak bizga. Birinchi zona. Ikkinchi zona. Order blok bor ekan, shundan qaytyapti deylu. Tekman bitta ham order blok borda. Lekin mana RSIda ham o'zi tegiga kelib o'sha ko'tarilayotgan ekan. O'sha gol buyog'i o'sha ekanda. Ma'mulani bunaqa kichkina bo'ladi, pipsimi nimadir bu
Tillida Yo'q, ochibman. yo'q, bunda to'g'ri 323 nima ekan? 323 punkt. Tillida hozir mana. D1 ekanda, katta ekan. Yo'q, D1 babu anaqa. Misol-uchun. O'tib qo'ydim hozir. Anaqada o'lchasa misol-uchun mana shu yerda. 260 anaqa 266% yurganda 320 mana bu anaqasimi shu punktim pipsimi endi tillada misol uchun 266% da qara. Tillada misol uchun 266 5000 bo'lib ketadi. Shuncha hamma tillarni yaxshi ko'radi. Shunday volatilность katta-da. Tillarda. Yurishi ham juda tez. Ana shunisi ko'p hamma tilda yopishgan. Tak tillada. Tillada Ahmetga kelishi mumkin 050618 ekan. Kakras mapda imbalans bo'lyapti. Orada keyin mapga bitta paddashga tsiro. Shu 1 2 3 4 Tak, mapdan trend so. Qo'ydim. Mashlayga yopilsa bayga ko'rish kerak uni. Bayga qarab ko'rish kerak. Bu anavi o'sha indeksdagi nimasini anonga kanali taylab qo'ygandida o'sha o'rgatganini. Ashni topib bunday tashlab qo'yaman, bir o'zidan so'rab ko'rsangiz o'shani aytish kerak, o'rgatsa kerak, adashmasam o'sha indeksdagi strategiya. Bu ham mochniy ishlayapti. U indeksda boshqa qanaqada ochilar ekanmi? Bu yerda bola gapiryapti-da o'shani. Nimani? Qanaqadir indeksda bor zotida boom degan nimadirlar bormi? Boom yana bir baro. Bor. Eshitganman, bor. Chechili traderlar zo'r yurg'izgan lekin. To'g'risi gapiryapti. O'zini mana brokerskiy boshqa alohida nimadir ishlanadi deyapti-da. Derivda ishlasa kerak-da, adashmasam. Deriv brokerda. Brokerda bilaman, Dominion Markets ana Raja Banks degani bor-ku, spreadlari 0. Вообще zo'r mana broker maqtaydi. Birinchi depozit lekin $100 qilish kerak. Qo'yish kerak. Spreadlar eng past spreadni o'sha yerda ko'rganman. Hozir mana bu 4 soatlik GBP USDga bir kirsangiz, anova trend liniya o'zgargan, Fibonacci'ni 05-06 zonasiga kelib, tanda hammer switch ham shakllangan ekan. Shuni ochib turgandimiz. Hozir ko'rmayman. Boy Suzuki. Boy mapda ko'rgan qoldimi dedi-ku. Imbalansi mana buni misol uchun mana buni ham imbalans deydi bular. Lekin mana bitta ham bor imbalans. Imbalans zona keldi. Ketadi. Ana prognoz qo'ydi-ku. Kullida. Birinchi anaqa o'z, ikkinchisi prognoz kuzatamiz bunda. 4 soatlik dedimi ekan, 4 soatlik. Ko'ramiz.
Xullas shunaqa gaplar. Bugungi o'tiradigan darsam shu edi. Keyingi darsam shu bo'lsa kerak bo'ldi. Keyingisi ham bor. Savollar bo'lsa, aytsanglar, savollarni beraman. Shu nimani so'rab ko'rsangiz, indeksdagini shu kanalda ko'rib qoluvdim desangiz, aytadi bir o'rgatsa kerak. O'sha indeksda bo'lsa, Paglashganni qilsak. Bu bormi bitta o'sha indeks nima? Oti nima o'sha indekslar? O'sha Y'dan ketaychdi, qanaqadir boshqacha yozilgandi. YS 30 emasmi? YS 30 bir barobar. Yo'q. O'sha 30 mi bir barobar? Ha. Yo'q, emas edi, boshqasi edi. Boshqa narsa o'rgatuvdi. O'sha bosh harfi Y'dan ketaychdi. Boshqacharoq edi nomi. Hop, mayli bo'lmasa, charchamanglar. Sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Bo'pti, charchamanglar. Mayli, hop. Dushanba kuni yana bir aniq qilamiz. Dars o'tib olinglar. Hop, rahmat, mayli, yaxshi dam olinglar. Men BBMni ko'rmadim hech kim. Strategiyan. Mana shu BBM strategiyan hech kim ko'rmadim. Vaqt bo'lmayapti aka endi. Mashinaga rosa qiziq bo'lmadi. Buni anaqa tillarni tushunmayman-da, mana bitta kesgandan keyin men bir entering, men bu indikator bo'yicha-da. Qasdan tekshirib keldim, mana shundan sel. Keldim, men bu sel. Qizil anaqada sel. O'sayotganda men bitta mana bay. Juda oson-da, bosh ortdan o'tirmaydi. Trend o'zgarayotganda ana W qo'ydi-yu. Bir men tugataveringlar kursni, keyin buni ham bir ana YouTube'da anaqa videolarni tashlab hamma tushungancha, men o'zim ham hali yaxshi tushuna olmayapman. Birgalashib o'rganamiz shuni. Nasib, xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'pti, charchamanglar. Mayli, charchamang. Rahmat, yaxshi dam oling. Dam olinglar.